Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qanaqa hozir Temurmalik vartasiga kelyapmiz. O'tgan keyin harakat video qilib olishga harakat qilamiz. Bugun biz Temurmalik, ya'ni Kangurt rayonining ichidan quyida haydab o'tishimiz kerak. Asfalt tartamiz yana mehnat. Alloh barakasini bersin, shunchasini asosda yetkazib olsak, oxiriga asfalt tartishimiz, Xudo xohlasa hayda boryapmiz. Mayda. Do'stlar, zot boringizlar, biz qo'ldan kelgan harakatda sizlar uchun. Mana Temurmalik varatasidan o'tyapmiz. Varate Temurmalik. Xush omadi Temurmalik. Xush omadin noxiy Dang'ara tamom shit, Temurmalik sar shit. Onaga parmalimdan ham o'tkazyapmiz qo'ydi. Har rayonda o'z aslida bo'lish kerak mana shunday o'tkazgich joy. Ya'niki bir rayondan bir rayonga kasallik o'tmasligi uchun. Temurmalik Kangurtda mana shunday joydan o'tkazyapmiz. Do'stlar, mana aka Kangurtga asfaltga sagamiz. Yo'lach berib ketyapmiz. Mashinalarga. Yine Kangurt'un rayondan o'tdik. Yes. Anaga asfaltdan ham chiqdik. Asfaltdan ham bir baloq chiqib oldik. Endi shu bilan Tabildor rayonining ichida asfalt ko'rsak kerak, nasib bo'lsa. Asfalt ko'rmaygan. Juguraman deb oyoqlar tamom bo'ldi, ishlamay qoldi. Asfaltga tap urib berib dabdala chiqib ketdi oyoqdan. Hali ham shu oyoqlarga bers kiyib olganmiz. Bo'lmasam bunday shaltak, yer vizinetik bo'lsa o'ltirsa kerak. Hay bo'latda mehnatda nima qilamiz? Charchasak ham, narsa qilsak ham sabr. Ohista deydi, sariq oltin deydi. Asfaltdan chiqishi bilan bayta olishdan buni bor. Sabr tagi sariq oltin. Hey! Asfaltda zo'r ish beradi. Taqir urkitib. Mana do'stlar, ishlarning ichidan ham bir baloq chiqib oldik. Hozir Kangurt rayoni qoldi pastda. Mana shu doraning ichidan chiqib kelishimiz kerak edi. Shu doraning ichidan chiqib keldik biz. Endi bundan buyoq ikki taraf setka bo'ladi. Shunday ketaveramiz. O'ti jomon emas ekan hozircha. Oldinda suruvlar jeb ketgan, lekin shunda ham bor hozircha amal. Ja, endi zo'r demasa ham bo'la, alhamdulillah.
qonni to'ydirib ketsa bo'ladi. İşte shunaqa gaplar. Do'stlar, biz deb keldik. Endi o talq deb turib ketaveramiz. Qaydasam Baljiyon deb turib, Baljiyonning ustiga borib yotamiz, shu yoqqa ketaveramiz. Mana aka, Do'lona maydonda ham qo'yda taylatib kelyapmiz. Do'lona maydon. Mana daraxtlar hammasi do'lona. Shuning uchun Do'lona maydon deyiladi beylar. Hozir Baljiyonning ustida suvga indirib boryapmiz asosda. Do'lona maydonda taylatib boryapmiz. Menga Do'lona maydon pastda shu yerga avtlarga tushdik. Avtlarga tushib qoldik, shu yerda avtlar qilamiz dedik. Mana taylab keldik, yana yo'llardan. Shu yo'llardan yenib keldik. Shu yoqdan yenib, o'ynalib shu yerga avtlar qilib qoldik. O'tgan yerga bir o'tlatib olishga 500 so'm olyapti. Shu avtlar qilib, u ham o'tlagani ham avtlar qilamiz. Ketasizlarda 500 so'm olyapti. Shunaqa gaplar. Shtobi dehqon xo'jalik qilib olgan, mana shunday cho'ponlarga 500 so'm, 1000 so'm shu deb sotadi. Agar kechasiga qolaman desangiz, avtlar qiling, kechasi qoling, 1000 so'm to'lang. Bir kun haz avtlar qilasiz, ta kechgacha yana mal bog'asiz. Yana kechasi qoldirib, ertadan yana ertamlar ko'chib ketasiz. Shunaqa gaplar. Qo'shimiz tushirib olganmiz. Hozir bir choy tayyorlab, ovqat qilishimiz kerak. Hozirlikka shoyma ko'ch chog'ayapti. Mana aka. Hozir bo'lurlar kelib. Jo'v o'tdi. Peshanada bormi deb ketdi. Peshanada borni ko'ramiz. Zo'ra palat ko'rib qoldik. Bu yo'llardan eshaklar qaytib yuradi, qaytib ketamiz bu yerdan. Bir abidga 500 so'm olgan odam ol. Bir kechaga kim biladi? 1,5 ming so'm deb yo'raman. Yeminalar qaramiz, qaytib kelib. Hamma dora-doradan jilg'a-jilg'alardan suvadilar. Peshanada borni ko'raman, ochiq. Quyosh chiqib ketsa, mumkin sergib qolsa, o'tib ketishimiz ham mumkin. Acha ovqat bir bala pishirib jeyib qon. Bu yoq ham xudo poshsha.